Bugungi darsligimiz noodatiy usuldagi zigzag ko'rinishdagi plet to'qishni o'rganamiz. Bu zigzagimizni uzr zigzagimiz emas, pletimizni boshlanishi va tugashi zigzag shaklda bo'ladi. Eng avval uni qanaqa turda, qanaqa sxemada va nechta petlar bilan boshlashimizni ozgina tushuntirib o'taman, keyin ipda davom etamiz. Demak, pletimizni ko'rinishi mana bu shaklda bo'ladi. Tepasidagi va pastidagi zigzag shaklini nechtaligini o'zingiz hisoblab, misol uchun 4 ta zigzag qilmoqchi, 5 ta zigzag qilmoqchi bo'lsangiz, kengligini o'zingiz belgilab olasiz. Misol uchun taxminan 4 ta zigzag qiladigan bo'lsak, eniga taxminan 1 metr. 1 metrcha, enining uzunligi 1 metrcha bo'ladi. Va bizga mana bu qatordagi eng birinchi uchburchagidagi ishlatiladigan petля soni asosiy muhim rol o'ynaydi. Ya'ni asosan bizga mana bu shakldagi shu shaklning o'ziga 14 ta yoki 15 ta petля kerak bo'ladi. 14 ta hisoblaydigan bo'lsak, 4 ta zigzag chiqarmoqchi bo'lsam, demak 14 ta petlyamni 4 ta zigzagimni soniga ko'paytiraman. Shundamanda 56 ta petля kelib chiqadi. Ya'ni men hammasi bo'lib 57 ta petля olishim kerak. Nima uchun 56 chiqdi va nima uchun 57 olishim kerak? Buni orada tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu boshimizdan va bu boshimizdan 2 ta petля kerak bo'ladi bizga. Va mana bu o'rtalarimizga bu pastga tushadigan qismimizga 3 tadan petля kerak bo'ladi. Va tepa qismiga bizga bitta petля kerak bo'ladi. Bunday shakldagi mana bu uchiga bitta petля ishlatamiz. Pastga tushgan qismida, bu pastki qismida 3 ta petlyani ishlatamiz. Ya'ni pastga degan to'qiganda ko'ramiz, pastki qismida 3 ta petlyani bitta qilib to'qiymiz. Tepa qismida bitta petlaga 3 ta ishchi kirgizamiz. Uni yana video davomida, darslar davomida ko'ramiz. Hozir shunchaki ko'zinglar bilan qanaqa nima chiqadi shuni ko'ringlar deb ozgina tushuncha berib o'taman. Va bu yerda 2 tadan petля ishlatganimizdan keyin mana bu tepaga chiqish va pastga tushish joyida biz 5 tadan petля ishlatamiz. Har bitta shu chetlarida 5 tadan petля ishlatamiz. Ana endi buni hisoblab chiqsak biz, demak 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta petля. Pastdagilar bilan 44 ta petля, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57. Agar biz 56 petля qo'ysak, mana bu chetimizdagi yopadigan joyimiz bitta petlaga to'g'ri kelib qoladi va bu bizda xatolikka olib kelishi mumkin. Nima uchun 57 ta petля olamiz biz? Demak, biz uchun kerak 57 ta petля. 57 ta petladan taxminan 1 metr uzunlikdagi eniga uzunlikdagi plet chiqadi. Mabodo siz bu metrdan uzunroq yoki kaltaroq plet to'qimoqchi bo'lsangiz, oldin mana bu ko'rinishda chizib olasiz. Misol uchun mana 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta uzunroq qilmoqchisiz. Ana endi buni xuddi shu ko'rinishda har bittasiga chizib o'tirishim shart emasmi? Har bittasiga nechta petля ketishini yozib oxirida hisoblab olasiz. 5, 10, tak 10, 20, 30, 40, adashib ketdim. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 ta petля. 61, 62, 63, 64, 65, 66 ta petля. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Demak, 85 ta petля olar ekanmiz agar mana bu zigzaglarni 6 ta qilmoqchi bo'lsak. Men bu yerda nimani aytib o'tmoqchiman? Zigzaglar sonini ko'paytirish, kamaytirish o'zingiz xohishingizga bog'liq. Uni hisoblash, petlyani hisoblash mana shu ko'rinishda hisoblaganingiz yaxshi. Qulayroq bo'ladi menimcha. Va bitganda yana aniq uzunligini ko'ramiz. Demak, bizani tayyor pletimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi va bizga buning uchun taxminan 1 metr bo'ladi va bizga 57 ta petля kerak bo'ladi. Hozir ikkita cheti boshlanish qismi va tugash qismi albatta ikkita petladan tugash kerak. Oralarimiz 3 ta petladan bo'ladi va tepa qismimiz bitta petladan bo'ladi. O'rta qismlarimiz bo'lsa 5 ta petladan bo'ladi. Hozir endi yana ip bilan birga tushuntirib beraman. Shunchaki ozgina ko'zinglar nimadirga o'rgansin va sxemasini, petля olish sonini bilib olinglar deb shu ko'rinishda ko'rsatib berdim. Demak, petля sonini, plet uzunligini ko'paytirish, kamaytirish o'zingizga bog'liq. Shunchaki zigzaglar sonini ko'paytirsangiz, pletingiz uzunlashadi va petля sonini shu ko'rinishda hisoblab olasiz. Bu pletni men qizlar uchun to'qimoqchiman, ya'ni qizlarga mos bo'lgan rangdan to'qimoqchiman. Hozir menda ikkita to'qroq pushti, ikkita och pushti, ikkita to'q bardoviy va taxminan 1,5 ta oq ipim bor. Shulardan foydalanib pletni to'qib ko'rsatmoqchiman. Qatorlarini yana to'qish davomida necha qator qancha ip ketadi, buni to'qish davomida rasxodini qilamiz. Keyin aytmoqchimanki, bu yerda siz ham albatta shu rangdan foydalanasiz va shu ko'rinishda to'qiysiz degan gap yo'q. O'zingiz xohlaganingizni xohlasangiz, hammasini albatta rangda xohlasangiz, aralash rangda xohlasangiz, o'g'il qiz bola qilishingiz mumkin. Ip tanlash xohishi o'zingizga bog'liq. Hozir qo'limda menda taxminan 2, 4, 6, 7,5 ta ip bor. Qani 7,5 ta ipdan qanaqa qilib pletimizni chiqaramiz, buni yana dars davomida ko'ramiz. Xo'p, ranglarni qatorini quyida yozib olganman. Iloji bo'lsa siz ham o'zingizga yozib olib, birinchi sxema qilib olib, keyin to'qishni boshlang. Birinchi 2 qatorni oq rangda to'qimoqchiman. Keyin ochroq pushtida 2 qator oq, 2 qator ochroq pushti, 3 qator to'qroq pushti va 4 qator bardoviy to'qimoqchiman. Va xuddi shu sxema yana qaytalanadi. Yana 2 qator oq, 2 qator pushti, 3 qator to'qroq pushti va 4 qator bardoviy oqdan to'qib ko'ramiz, qancha ipimiz ketadi va uzunligi qancha chiqadi. Endi shunda taxminan 24 qator bo'ladi deb belgilab qo'yganman. Endi ishimni oq ipimni petlyasini sanashdan boshlayman. Ya'ni 57 ta petля sanab olishim kerak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
belgiladik. Buni to'qish usuli unaqa murakkab emas. Shunchaki qayerda petля sonini birlashtirish va qayerda nechtani bitta petlaga nechta petla kirgizishni bilib olsak, u yog'i shunda oddiy bug'doy yozuvda to'qilib ketadi. Asosan to'qilib tayyor bo'lganda diagonal usulda bo'ladi. To'qish usuli bug'doy usulda to'qiladi. Demak, eng boshi mana 57 va 56 petlyani nimadan boshlaymiz? 56 va 57 petyamizni bir-biriga birlashtirib olamiz. Birlashtirib oldik. Ya'ni 57 ni ustiga 56 petyani qo'yasiz va bitta ishchi ip petya o'tkazasiz. Mana. Yana qaytaraman. 57 petyam, 56 petyam. 57 ni ustiga 56 petyani qo'yasiz, bitta ishchi petya o'tkazasiz. Endi mana qarang. Nima xato? Eng boshida ikkita petyani bitta qilishim kerak deb belgilaganman. Mana. Endi tepaga qarab yurishimiz kerak. Tepaga qarab yurganimizda 5 ta petya kirgizamiz. Shunchaki 5 ta petya oddiy bug'doy yozuvda 5 ta petya kirgizib olamiz. 1 2 3 4 5. Mana 5 ta petya kirgizib oldik. Endi eng tepa uchida 1 yozib qo'yganman. Demak, bu yerda eng uchiga bizga bitta petya kerak bo'ladi va uni tepasida 3 tani shu bitta petyani ichiga kirgizib qo'yganman. Ya'ni bu bitta petyamizning ichidan 3 ta 1, xuddi shu joydan yana bitta 2, xuddi shu joydan yana bitta 3. 3 ta ishchi ip o'tkazamiz. Ya'ni uchiga kelganda bir dona petya ichidan 3 ta ishchi ip, ya'ni ishchi petya o'tkazdik. Ana endi yana pastga qarab tushamiz. Pastga qarab tushganimizda har bittadan yana o'tkazamiz. 1 2 3 4 5. Mana hozircha ko'rinishi. Mana o'sha mana bu shaklda ketdi. Mana pastga tushib oldik. Endi pastimizni uchini chiqarishimiz kerak. Uning uchun nima qilar ekanmiz? Bizga 3 ta petya kerak ekan. 1 2 3 ta petyani olib oldik va 3 ta petyani aytyaptiki, bu yerda bitta qilasiz deyapti. Ya'ni qarang, qanaqa shaklda bitta qilasiz. 3 ta petya o'rtasigini ishlatmay turasiz, ikkita chetligini birlashtirib olasiz va o'rtaligini ustiga qo'yasiz. Chunki naqshimiz shu ko'rinishda ketadi. 3 ta petyani bitta qilib olganingizdan keyin orasidan bitta ishchi petya o'tkazib olasiz. Mana tayyor. Yana bitta ko'rsataman. Mana ikkita petyani bitta qildik. Mana ikkita petyani bitta qildik. 5 ta tepaga chiqdik. Bitta petya ichidan 3 ta ishchi petya o'tkazdik va yana 5 ta petya pastga tushdik. Mana endi eng tagida 3 ta petyani olasiz va buni uchalasini birlashtirasiz. Ya'ni o'rtasigini ishlatmay turasiz, ikkita chetligini birlashtirib olasiz va o'rtada olib turgan petyangizni eng ustiga qo'yasiz va ishchi petyadan bitta ishchi petyani shu 3 tani orasidan o'tkazasiz. Mana tayyor. Mana 3 tani bitta qildik. Eng tepaga qarab yana 5 ta petya to'qib ketamiz. Oddiy. 1 2 3 4 5. Endi yana xuddi mashqga qaytariladi. Bitta petya ichidan 3 ta petya o'tkazamiz. Bitta ichidan 1 2 3. 3 dan bitta qilib o'tkazib olaman. Mana bizda уже ikkita zigzag tayyor bo'lish boshladi. Bitta zigzagimiz. Pastga tushdik, yana tepaga chiqdik. Endi yana pastga tushish uchun 5 ta bittadan kirgizamiz. 1 2 3 4 5. Har doimgidek albatta to'g'irlab, o'zingizga qulay qilib. Mana 5 ta pastga tushdik. Endi yana xuddi shunaqa 3 ta petyani olamiz va 3 tani bittaga birlashtiramiz. O'rtasigini qo'ymay turamiz, 2 tani birlashtirib olamiz, o'rtasigini eng ustiga qo'yamiz va bir dona ishchi petya o'tkazamiz. Endi yana tepaga qarab 5 ta petya kirgizamiz. 1 2 3 4 5. Tepaga keldik. Ya'ni bittadan 3 ta ishchi petya o'tkazamiz. 1 2 3. Mana 3 tasini bitta qilib qo'limga yig'ib olaman-da, shu bittaning orasidan darrov hammasini o'tkazib olaman, bittalab o'tkazmasdan. Mana endi yana 5 ta pastga tushamiz. 1 2 3 4 5. 3 ta petyani bitta qilamiz. 3 ta olamiz, 2 tani birlashtirib, o'rtaligini yana ustiga qo'yib, bir dona petya o'tkazamiz. Va tepaga 5 ta ketamiz. 1 2 3 4 5. Eng tepada bittadan 3 ta o'tkazamiz. O'tkazdik. Pastga 5 ta tushamiz. 1 2 3 4 5. Mana bizda oxirida ikkita petya qoldi. Endi bu ikkita petyani qarang. O'ng qo'lingizda turgan joyidagina chap qo'lingizdagini ustiga qo'yib, bitta petya o'tkazasiz, ikkalasini birlashtirib. Mana endi sal yo'q-yo'g'ini to'g'rilab olamiz. Mana har doimgidek hamma pedda boshida nima bo'layotgani sezilmaydi, buralib ketadi, o'girilib ketadi. O'shalarni shoshmaymiz. O'zi bir-ikki qator bo'lgandan keyin joy-joyiga tushib oladi. Biz prosta petlarni normal qilib joy-joyiga kirgizsak bo'ldi. Mana
shunchaki mana bu anaqani ekraniga videosiga sig'mayapti uzunligi. Bizda hozir birinchi qatorimiz tugadi. Birinchi qator tugadi. Endi o'sha tushuntirib ketaman. Mana pastdan tepaga chiqqanimizda bitta petlyani ichidan 3 ta petля o'tkazganimiz hisobiga tepaga qarab 3 bo'lyapti. Pastga tushganimizda 3 ta petyani bitta qilib yig'ib, oradan faqat bir dona petля o'tkazganimiz hisobiga pastga 3 burchak bo'lyapti. Qanaqa tegi zigzag chiqqanini mana mashinadan bilib olsak bo'ladi. Demak, bitta petyaga 3 ta petля o'tkazganimiz hisobiga tepaga zigzag, 3 ta petyani bitta qilganimiz hisobiga pastga zigzag bo'lyapti. Demak, oxirsini shu ko'rinishda yopib oldik. Endi nima qilamiz? Endi tepada mana ikkinchi qatorga o'tishimiz uchun ikkita petля, buni yana ikkalasini birlashtirishimiz kerak. Ya'ni chap qo'limizning ustiga o'ng qo'limizdagi petlyani qo'yamiz. Albatta o'ng qo'lingizligini chapga qo'yinglar. Bunaqa qilmanglar, bunda yo'li buzilib ketadi. Birlashtirdik va orqasidan bitta ishchi petля o'tkazdik. Mana bunaqasiga o'sha orqaga qaytamiz. Xuddi shu sxema qaytariladi. Va 5 ta petля tepaga qarab o'tkazamiz. 1 2 3 4 5. Mana 5 ta o'tkazib oldik. Endi nima qilamiz? Bittani orqasidan 3 ta petля o'tkazamiz. 1, xuddi shu joydan yana bitta, 2, xuddi shu joydan yana bitta, 3. Endi yana pastga qarab 5 ta petля kirgizamiz. 1 2 3 4 5. Pastga kelganda nima qilamiz? Albatta 3 ta petlyani bitta qilamiz. O'rta 1 2 3 o'rtadagi qolib turadi. 2 ta petyani birlashtiramiz. O'rtadagini eng ustiga qo'yamiz va orqasidan bitta ishchi petля o'tkazamiz. Albatta orqalarini tekshiringlar. Petля qolib ketmayaptimi? Va yana tepaga qarab 5 ta petля kirgizamiz. 2 3 4 5. Uchiga chiqdik. Uchida 3 ta petля kirgizamiz bittadan. 1 2 3. Pastga 5 ta petля tushamiz. 1 2 2 3 4 5. Pastga tushdik. Pastda 3 ta petyani bitta qilamiz. Ikkita chetini birlashtirib olamiz. Keyin o'rtadagini ustiga qo'yamiz va bitta ishchi petля o'tkazamiz. Va yana tepaga qarab 5 ta petля kirgizib ketamiz. 1 2 3 4 5. Tepaga chiqdik. Tepada nima qilamiz? 3 ta petля o'tkazamiz. 1 2 3 birlashtirib olib, uchasini o'tkazib olamiz. Pastga tushamiz yana 5 ta petля. 2 3 4 5. Pastga tushdik. 3 ta petyani birlashtiramiz. 2 ta petyani qo'ydik, o'rtadagini qo'ydik, orqadan bitta ishchi petля o'tkazdik. Endi ham tepaga qarab 5 ta petля kirgizib olamiz. 2 3 4 5. Tepaga chiqamiz. Bu yerda 1 2 3. 3 ta ishchi petля o'tkazamiz. Va 5 ta petля pastga yana tushamiz. 1 2 3 4 va 5. Albatta bunaqa qilib to'g'rilab chiqamiz. Mana sezasizlarmi o'sha ikki qatorda asal zigzag bo'lib qoldi. Endi oxirida ikkita petyamiz qoldi. Endi nima qilamiz? O'ng qo'limizga, chap qo'limizga petyani ustiga qo'yamiz. Qaranglar, mana chetini aniq-aniq tushunib olaylik. Bu yoq tarafingiz bu yoqqa qarab ketish kerak. Bu uchingiz bu yoqqa qarab ketish kerak. O'shaning uchun mana petyani agar bundoq qo'ysam, mana bu yog'im bu yoqqa qarab ketadi. O'shaning uchun mana bundoq ketishi uchun bu yoq tarafdagini buni ustiga qo'yib, ishchi petля o'tkazdim. Agar bu yoq chetida, bu yoq chetdagini buni ustiga qo'yganda bunaqasi ketib qolgan bo'lardi. Menga bu yo'l kerak, shuning uchun bu yoq tarafdagi petyamni eng oxirdagi petyani ustiga qo'ydim. Mana hozir menda ikki qatorim oqim tugadi. Endi men nima qilaman bu yerda? Pushti qo'shmoqchiman. Pushti qo'shishim uchun mana ikki qator pushti qo'shmoqchiman. Pushtini qanaqa qo'shamiz? Xohlasangiz bu yoqdan kesib, bitta petля kesib, bir-biriga ulaysiz. Xohlamasangiz tushuntirib qo'ying hozir. Xohlamasangiz shunchaki ulab ketaverasiz. Mana, ya'ni qanaqa? Ikkita petyani bitta qildik. Mana bu yoqqa yo'lim, o'shaning uchun buni ustiga kengisini qo'ydim va bitta pushti petля, ishchi petля o'tkazdim. Endi tepaga qarab 5 ta 1 2 3 4 5. Mana shunchaki kirgizib ulamasdan o'tib ketaman. Xohlovchilar mana buni ochasiz, bittani ochasiz, bunga boylab ulab ketaverasiz. Xohlamasangiz shu ko'rinishda to'qsizdan bo'ladi. Va eng tepaga chiqdim. Tepaga 3 ta ishchi petля o'tkazamiz. Mana hozir rang o'zgarganda yana ham farqini nima bo'layotganini tushunamiz. Mana bitta qo'ydim. Orqa tarafdan
qo'ymadim, ko'rdingizmi? Xato qilib. Demak, eng tepaga 3ta ishchi petля o'tkazamiz. Mana, qarang. Eng chetdagi ikkitani yig'ib bitta o'tkazdim. 1 2 3 4 5 ta bittadan o'tkazdim va eng tepaga bitta oq petlani o'ziga 3 ta ishchi petля o'tkazdim va yana 5 ta pastga tushamiz. 1 2 3 4 5. Mana. Mana bu chekimga keldim. Endi qarang, 3 ta petlani bitta qilishim kerak. Buni orqaga olib turamiz. Ikkitani birlashtirib olamiz. O'rtani qo'yamiz ustiga va bir dona ishchi petля o'tkazamiz. Endi yana 5 ta tepaga qarab ketamiz. 1 2 3 4 5. Eng tepaga keldik. Bu yerdan 3 ta, 1, xuddi shu joydan yana bitta, 2, xuddi shu joydan yana bitta, 3. 3 ta o'tkazdik. Pastga yana 5 ta tushib ketamiz bittadan. 1 2 3 4 5. O'rtani birlashtiramiz. Mana nima bo'ldi? Menimcha endi ko'ryapti, to'g'rimi? Endi shu tarzda yana oxiriga kelaman. Xuddi shunaqa buni bu tarafga qilib yopaman va bitta pushti petля o'tkazaman. Va qaytishda ham xuddi shunaqa ikkita petlani bitta qilib orqaga qaytib, xuddi shu sxema bo'yicha to'qishda davom ettirasiz. Tugayingiz tugatgunizcha. Hozir men yana pushti rangimni tugatgunimcha video orqasida to'qib olaman va yana darslikni davom ettiraman. Menimcha hozircha shugacha tushunarli bo'ldi. Qanaqa bu uchini chiqarish. Hozir yana men bir necha qator ranglarimni qo'shib to'qib olaman va yana davom etamiz. Bu yerda to'qish ulashni ham tushunib oldik. Xohlasangiz bu ip bilan bu ipni bir-biriga boylab ulab ketasiz. Xohlamasangiz shunchaki qirg'izib ketsangiz ham bo'ladi. Chunki bu yana to'qilib bunaqa chiqib ketib so'kilib ketmaydi. Endi hozir videoni to'xtatib turaman va bir necha qator to'qib olib yana darslikni davomiga qaytamiz. Mana hozircha o'zimga kerakli bo'lgan ranglarni necha qatordan to'qimoqchi bo'lsam, shuncha qatordan bir martalik qilib to'qib oldim. Endi bu rang xuddi shunaqa ketma-ketlikda qaytariladi. Mana hozir ledimizani tegi 2 qator oq to'qidim, 2 qator pushti, 3 qator to'qroq pushti, 4 qator bardovga to'qidim. Lekin ahamiyat bersanglar, 2 qator to'qilgan bo'lsa ham mana 1 2 3 qatordek ko'rinyapti, to'g'rimi? Bu 2 qator to'qidim degani nima? Misol uchun ipni bu yoqdan boshlab to'qishni boshladim. Bu yoq qatorga keldim. Birinchi qator tugadi degani. Keyin orqaga qaytdim yana. Orqaga qaytgandan keyin ikkinchi qator bu yoqda ikkinchi qator tugadi. Shu bilan oq ipimni uzdim. Shunda oq ipimga ikkinchi qatorga kirgizgan oqim ham xuddi uchinchi qatoridek bo'lib turadi. Lekin mana bunaqasiga 1 2 orqaga qaytasiz, shu 2 qator hisoblanadi. Amma bunda 2 qator bu ham xuddi shunaqa. Bu yoqqa bordim, yana qaytib keldim. Bu pushtida 3 qator to'qidim degani bitta bordim, qaytib keldim, yana bitta orqaga qaytdim. O'sha yerda mana atidan uzmasdan ko'rsatganman mana. Mana atidan uzmasdan qoldirdim, чтобы ko'rsatish uchun. Mana hech qayerga boylamaganman. Mana aytdim, boylamasanglar ham shuna qirg'izib ketsanglar bo'ladi dedim. Mana hozir bu yerdan kesib tashlayman. Kesib tashlaganingizda ham mana joyida turaveradi. Chunki bu o'sha ishlatilgan, bu yoqqa kirgandan keyin bunga xalaqit qilmaydi. Lekin shunda ham cho'chiydigan bo'lsak, albatta nima bilan boylashimiz kerak. Чтобы undan oldin mana bundan oldingi ip qo'shganim. Shu ip bilan yoki boylab qo'yamiz. Shundoq qirqib tashlasam, so'kilib ketsa-chi, uzilib ketsa-chi degan qo'rquv bo'lsa, unda albatta boylaymiz. Keyin ip bilan ular boylab qo'ydim. Keyin bularni albatta kesib, o'ziga mos ip bilan tikib, mana bunaqasiga tikiladi. Mana bu yo'li bor-ku, o'zining rangining yo'li. Shunda yo'liga qo'yiladi deb, o'zining rangidan tikib yuboriladi. Mana bu bilan ham xuddi shunaqa qilib kesib tashlayman yoki bitta petya qoldirib ochib yuborasizlar degani. Bitta petyani orasida ulangan ip ochib yuboramiz. Buni ham bu joyga, o'sha tarafga boylaysiz va tikib yuborasiz. Endi xuddi shu tartibda, xuddi shu rang qator ketma-ketligida, xuddi shu qator ketma-ket 2 2 3 4 qator ketma-ketligida yana ranglarni qayta to'qishni davom ettiraman hozir. Hop, bardov ipni to'xtagan tomonga kelaman. Mana shu to'xtaganmiz. Qaranglar. Mana 4 qator kelganman. 1 2 3 4 qaytib kelgan. Qaytib kelgani uchun mana manisini kirgizganman-ku, 4-chi qator kirgizganman. Bu xuddi 5-chi qatordek saqlanib qoladi. Keyingi rang qo'shganingizda bu xuddi 5-chi qatorda turadi. Aytganimdek mana bu oqam 1 2 qaytib kelgani bilan mana bu kirgizganim 3-chi qatordek turibdi. 2 qator bir qatorda o'tganim shunaqa aytaman. Necha marta borib kelganini qator qilib hisoblab aytaman sizlarga. Hop, endi men bu yerdan hozir oq ip qo'shishim kerak. Hali bitta qo'chadagi iplarim tugamadi, turibdi. Qoldi ozgina. Va oq ipni qo'shamiz. Mana oq ipimning uchidan bor. Videoni ozgina yaqinlashtirdim, tushunarliroq bo'lsin. Oq ipimning uchidan bor, qizil ipimning uchidan bor. Mana qanaqa boylaymiz. Bir-biriga yaqin qilib bo'lib qolib turadi endi. Keyin ortiqchasini qirqib tikib olamiz. Va xuddi boshida qanaqa ko'rsatgan bo'lsam, shu ketma-ketlikda to'qishda davom etib ketaveramiz. Bitta boshida ikkita petlani birlashtirdik. 5 ta petla tepaga. 1 2 3 4 5. Tepaga kelganda bitta petlani ichidan 3 ta petla o'tkazamiz. 1 2 3. Beshta petla pastga. 2 3
4, 5. Uchta petlarni birlashtiramiz. Xuddi shu ko'rinishda tartibda yana davom etamiz. 5 ta petla tepaga, bitta petladan 3 ta o'tkazamiz, yana 5 ta petla pastga, 3 ta petlarni birlashtiramiz. Misol uchun hadeb sanash qiyinchilik tug'dirsa, mana bunda bitta petladan 3 ta petla o'tkazganmiz. 3 ta petlani o'rtasiga kirgizasiz, ikkita chetiga, bu yerdagi 5-chi petla bo'lib qoladi. Mana bunda 3 ta petlani o'rtasi. Shu o'rtasiga yana 3 ta o'tkazasiz. Hadeb agar sanayverish noqulay bo'lsa, shuni o'zingizga metka qilib olsangiz bo'ldi. Mana bu keyingi qatoringizda 3 ta kirgizdik, ikkita chetiga kirgiziladi, buning o'rtasiga 3 ta kirgiziladi. Va yana pastga 5 ta tushdik. Yana pastga ham hadeb 5 ta sanash noqulay bo'lsa, mana bu yo'lni ushlab olasizlar. Mana mashindagi yo'l, mana shu yo'l har doim ustida turishi kerak. Demak, buni ikkita chetidagi petla birlashtiriladi. Keyin ustiga bu petla qo'yiladi. Shu joylarni o'zingizga metka qilsanglar, bu u yog'iga 5 ta 5 tani shundoq sanamasdan kirgizib tashlayverasizlar. O'rtasidagi 1, 2, 3. Yana 5 ta pastga. O'rta ikkita chetiga birlashtiriladi, o'rtadagi birlashtiriladi. Va uchalasidan bitta tuziladi. Yana chetiga keldim. Ikkita petlani bitta qilib, ishchiyib o'tkazaman. Keyingi qator. Ikkita petlani bitta qilib, ishchiyib o'tkazaman va bu yoqqa qarab ketamiz. Mana bu hozir ikkinchi qator. Ikkinchi yana bir, ikkinchi qator. Demak, shu tartibda yana shuncha qator qaytib rangini qayta to'qib olaman. Bu yerda hozir yana murakkab narsa yo'q. Demak, boshda ko'rsatganimdek to'qishni davom etaverasiz. Rismkasini artist shunaqa qilish shart emas. O'zingiz xohlagancha qator qilib to'qsangiz bo'ladi. Yana men kerakli ranglarimni to'qib davom ettirib olaman va yana videoni sal oxirroqda, pledim oxirroqda yana video bilan ko'rishamiz. Mana pledim bitta. Endi buni uchini yopishni ko'ramiz. Uchini yopish hamma pledimizga o'xshab yopiladi. Men o'zimga kerakli bo'lgan rismkani chiqarib oldim. Mana pledim bu tugadi. Endi buni o'lchab olamiz. Hop, birinchi tepasini yopamiz, keyin oxirida o'lchaymiz. Tepasini yopish ipingiz tugagan tarafga qarab, bu uchidan boshlab yopasiz. Hamma pledda qanaqa yopsak, xuddi shunaqa yopamiz. Eng uchidagi ipni keyingisiga kirgizamiz. Buni bundan keyingisiga. Buni bundan keyingisiga. Xuddi shu tartibda yopib ketamiz petlarimizni. Yopilganda shu holatda yopiladi. Demak, ip tugagan tomonga qarab yopishni davom ettirasiz. Ip tugagan tomondan bu yoqqa qarab yopmang. Ip tugagan tarafga qarab yopasiz. Chunki ortiqchasini kesib tashlab, keyin boylashga ham qulay bo'ladi. Nihoyat yopib bo'ldik. Har doimgidek qo'limiz bilan shu ko'rinishda
Mana yopganimizdan keyin eng oxiridan bitta petli qoldirib har doimgidek ochib kesamiz. Oxirgi petlarni ichiga o'tkazib, buni aylantirib, kerakli joydan boylab tikib qo'yamiz. Keyin ortiqcha iplarni olib tashlaymiz. Mana pletimiz bitta. Bitganimda mana bu ortiqcha iplarni kesib tashlaysiz va ozgina qoldirib kesaman, чтобы tikib tashlamoqchiman yana o'zim rangiga moslab. Mana pletimiz tayyor bo'ldi. Bu yoqlarini hali men yana bekitib tikaman, ortiqchalarni kesib tashlayman. Endi pletimizni eni va bo'yini o'lchaymiz. Eni 90. Bo'yi mana ingichka tarafdan o'lchasak 90-95 santimetrli bo'lar ekan. Demak, taxminan 90-90 razmerli pletimizni chiqargan. Endi ip rasxodini aytsam. Xo'p, bu ko'rinishdagi pletimizga, bu razmerli pletimizga menga 1,5 ta, 1,5 tadan sal kamroq oq ip, 1,5 ta, ровно 1,5 ta bordoviy ip, 1,5 ta tak, 1,5 ta to'q rozvoy, bitta och rozvoy ip ketdi. Taxminan sizlar oqdan ikkita, rozvoydan ikkita, to'q rozvoydan ikkita, bordovidan ikkita olsanglar, bemalol yana ortidan qoladi. Lekin yana aytib o'tmoqchiman, bu risomkani qilishinglar shart emas, o'zinglar xohlagandek risomka qilsanglar bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, taxminan bu razmerdagi pletimizga hop 2 ta, 3 ta, 4 ta, 6 ta ip kerak bo'ladi. Shuni rasxodini olsanglar, u yog'iga kattalashtirsanglar, rasxodini yana ko'paytirasizlar bitta 1,5 ta ipga qarab. Demak, qatorida ham mo'ljal qilsanglar bo'ladi. 3 qatordan to'qiganda 3 marta qaytarilsa, taxminan 1,5 ta ip kerak bo'lar ekan. Misol uchun 1, 2, 3, 4, 5 qator, 4-5 qatordan to'qilsa, taxminan 2 ta ip kerak bo'ladi. 2 marta qaytarilganda rangingiz. Agar однотонный to'qiydigan bo'lsangiz, unda taxminan 6 ta ip olasiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizga manfaatli, foydali bo'ladi deb umid qilaman. Bildirgan ishonchinglar va mehringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar uchun manfaatli bo'lsin har bitta darsim. Keyingi darsda, keyingi pletimizni to'qishda ko'rishamiz, xudo xolisa. Hammangizga rahmat.